Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan Davronov Shahriyor, mavzuyimiz esa shakli o'zgargan nodalar. Biz o'tgan darslarimiz davomida noda tizimini tuzilishini ko'rib o'tgan edik. Unga ko'ra nodamiz asosiy o'zak qismi poya, barg va kurtakdan iborat edi. Ya'ni biz noda tizimi deganda tasavvurimizda mana bu poya, kurtak va barg kelar edi. Lekin tabiatda nodalar shaklini o'zgartirgan holatda boshqacha ko'rinishda ham namoyon bo'lar ekan. Aynan mana shular haqida bugun birgalikda gaplashamiz. Xo'p, shakli o'zgargan nodalar, ya'ni noda metamorfozi. Bu ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ya'ni yer ostki noda metamorfozi va yer ustki noda metamorfozi. Yer ostki noda metamorfoziga piyozbosh, tugunak hamda ildiz-poya kiradi. Yer ustki metamorfozga esa jingalak, gajak hamda tikan kiradi. Dast avval yer ostki metamorfoz bilan tanishib chiqsak. E'tibor bering. Piyozbosh, tugunak va ildiz-poya bularning barchasi noda, ya'ni bularning barchasida kurtagi va tuzilishi o'sha poyaga o'xshash ichki tuzilish yoki bargga ega hisoblanadi. Ana endi nima uchun noda shaklini o'zgartirib piyozbosh, tugunak va ildiz-poyaga aylanganligi haqida gaplashsak, ya'ni buni qanday biologik ahamiyati bo'lishi mumkin? Birinchi, eng muhim biologik ahamiyatdan biri bu o'simliklarni noqulay tashqi muhitdan saqlaydi. Biz birinchi darsimizda ko'p yillik o'tlarni ko'rganmiz. Ko'p yillik o'tlarda yer usti qismi qishda qurib, o'sish kurtaklari tuproq ostida qolar edi. Aynan o'shalar yer ostidagi boyagi o'sish kurtaklari yer ostida qoladi dedik-ku. Ular piyozboshda, tugunak yoki ildiz-poyada o'sha kurtaklar saqlanib qolar edi. Bugun aynan mana shu piyozbosh, tugunak hamda ildiz-poyani batafsil ko'rish orqali demak, o'shani yanada yorqinroq namoyon qilishga harakat qilamiz. Xo'p. Keyingisi o'zida ko'p miqdorda oziq modda to'playdi. Misol, piyozni hamma biladi, oziq modda to'playdi, shuning uchun iste'mol qilamiz yoki tugunak ham xuddi shunday. Va vegetativ yo'l bilan ko'payish uchun xizmat qiladi. Piyozbosh ham, tugunak ham, ildiz-poya ham vegetativ yo'l bilan ko'payish uchun xizmat qiladi. Demak, barcha yer osti nodalar aynan mana shu xususiyatga ega ekan. Ana endi bularni har biri bilan batafsil tanishib chiqsak, dast avval piyozboshning tuzilishini ko'rib chiqsak. Demak, mana piyozbosh. Piyozbosh bu piyozboshli o'simliklarda bo'ladi. Hamma tevarak atrofda ko'rib yurgan, uni tashqi tomondan quruq qobiq qoplab turadi. Quruq qobiq, mana. Quruq qobig'i. Xo'p, bu quruq qobiqning vazifasi nima? Quruq qobiq piyozboshni yozda issiqdan, qishda esa sovuqdan himoya qilish uchun kerak. Ana endi mana bu piyozboshning tubi, tub qismi. Aynan mana shu demak tubida kalta poyasini ko'rishimiz mumkin. Mana shu piyozboshning, ya'ni piyoz desak, mana bu tubi, to'g'rimi? Tubi mana shu joy, tubi. Aynan mana shu tubida kaltagina nimasi bor ekan? Poyachasi bor ekan. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu kaltagina poyacha mavjud. Ana endi bu poyachadan pastga qarab, ya'ni tubidan pastga qarab yoki poyachadan pastga qarab deyishimiz mumkin. Nima ketyapti? Qo'shimcha ildizlar. Tubida mana shu joyda kalta poyacha, kalta poyadan pastga esa qo'shimcha ildizlar ketyapti. Ana endi yuqoriga qarab esa mana bu yoqda ko'rishimiz mumkin seret barglar hamda mana bu joyda kurtaklarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, e'tibor bering. 1 minut to'xtab mana shu yerda yaxshilab o'ylab olsak. Nodada nima bo'lar edi? Poya bo'larmidi? Bo'lardi. Barg bo'larmidi? Bo'lardi. Kurtak bo'larmidi? Bo'lardi. Yaxshi. Aynan poyaga, nodaga xos bo'lgan barcha qismlar bormi? Bor. Va mana bu yoqqa ham e'tibor bering. Qo'shimcha ildiz. Biz ildiz mavzusini o'tgan paytda ildiz qayerdan hosil bo'ladi deganmiz qo'shimcha ildizni? Poyadan yoki bargdan. To'g'rimi? Poyadan yoki bargdan. Bu poya bo'lganligi uchun ham bundan qo'shimcha ildiz o'sib chiqyapti. Xo'p. Demak, bir so'z bilan aytganda, mana shu biz ko'rib turayotgan piyozbosh, har kuni iste'mol qiladigan piyozboshimiz aslida bu ildiz ham emas, qandaydir sabzavot ham emas. Bu aslida shakli o'zgargan noda ekan. Biz mana shuni iste'mol qilamiz. Mana bu seret barglarni iste'mol qilamiz. Chunki seret barglari o'zida organik modda to'playdi. Mana. Demak, aynan mana shu seret barglari iste'mol qilinadi. Agarda piyozbosh tushunarli bo'lsa, keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi yer osti noda metamorfoziga, ya'ni bu kartoshka.
Tugunak. Bu haqida gaplashishdan oldin yaxshilab e'tibor bering. Aynan mana shu kartoshka o'simligi barchamiz ko'rganmiz. Bu guli va ko'pchilik xato qiladigan narsa mana bu kartoshkaning mevasi deb o'ylaydi. Yo'q, aslida bu kartoshkaning mevasi emas, bu kartoshkaning yer osti novda metamorfozi. Kartoshkaning mevasi esa aynan mana bu yuqori qismda bo'ladi. Ya'ni gullaydi o'simlik, gullagandan keyin o'sha joyda meva hosil bo'ladi. Mevasi rezavor meva bo'ladi. Xuddi it uzum yoki tokni meva singari, uzumni mevasi singari bu ham rezavor meva qatoriga kiradi. Biz iste'mol qiladigan mana bu qism bu yer osti novda metamorfozi hisoblanadi. Ya'ni tugunak. Tugunakli o'simliklarga kartoshka va topinambur kiradi. Xo'p, endi u haqida ma'lumot ketyapti. Kartoshka qanday tuzilganini hammamiz bilamiz. Demak, asosan yumaloq, o'zida ko'p miqdorda oziq modda, ayniqsa kraxmal to'playdi. Ichki tuzilish jihatdan novdaga o'xshaydi. Qo'llanmamizda demak, solishtirilgan, ya'ni ko'ndalangan kartoshka kesilgandan undagi o'sha kambi qavatlari yoki lub qavatlari hammasi o'zak qismi keltirilgan. Ya'ni ko'ndalang qismi mana shu kartoshkaning xuddi novda bilan bir xil. Demak, nimasi bilan boshqa yer osti novdalardan farq qiladi? Ya'ni tugunak nimasi bilan piyozboshdan va ildizpoyadan farq qiladi deyilsa, uning kurtaklari maxsus ko'zchalarda bo'ladi. Ya'ni mana bu ko'zchalarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu ko'zchalar. Kurtaklar aynan mana shunday maxsus ko'zchalarda joylashgan bo'ladi. Mana shunisi bilan boshqa yer osti novdalardan farq qiladi. Qanday sharoitda yaxshi o'sadi desak, tugunakni issiq hamda sernam sharoitda. Kartoshka tugunagida kraxmal borligini aniqlash uchun unga yod eritmasini tomizamiz, natijada o'sha joy ko'karadi. Xo'p, mana bu yerda kraxmal boshqa o'simlik singari bargda hosil bo'lib, o'sha yerda shakarga aylandi va po'stloqning elaksimon nayi orqali tugunakka keladi deyilyapti. Bu nima degani? Misol uchun, barglarda fotosintez natijasida kraxmal hosil bo'ldi deyilyapti. Keyinchalik kraxmal elaksimon naylar orqali, ya'ni elaksimon naylarda o'sha suvga erigan holatda keladi, tugunakka keladi. Bu yerda esa qaytib kraxmal ko'rinishda to'planadi. Mana shunday. Xo'p, endi mana o'sha narsa yana yozib qo'yilgan. Ildizpoya haqida. Xo'p, ildizpoyaga e'tibor bering. Bu yer ostida bo'ladigan narsa. Poyasi bormi? Bor. Kurtagi bormi? Bor. Qo'shimcha ildizi bormi? Bor. Bundan tashqari, demak, o'zi qo'shimcha ildizga, shakli o'zgargan bargga va qo'shimcha kurtakka ega bo'lyapti ildizpoya. Novda ham xuddi mana shu qismlarga ega bo'ladimi? Demak, bemalol ildizpoyani ham o'sha yer usti o'sib turadigan novda kabi o'zining qo'shimcha ildizi bo'lishi mumkin yoki shakli o'zgargan bargi va qo'shimcha kurtaklari bo'lishi mumkin. Ildizpoyali o'simliklarga g'umay, qamish, achriq, yalpiz, gulsafsar va shirin miya kiryapti. Mana bu yoqda yana bir marta ta'kidlanib ketilyapti, ya'ni ildizpoyada ham novdaga xos bo'lgan qo'shimcha ildiz bo'ladi, barg bo'ladi va kurtak bo'ladi. Tamom. Xo'p, endi yer ostki metamorfozlarni ko'rib o'tdik. Endi novdaning yer ustki metamorfozlari haqida to'xtalsak, bularga nima kirar ekan? Bularga jingalak, gajjak va tikan kiryapti. Jingalakka aylanganga bu qulupnay o'simligini kirgizsak bo'ladi. Gajjakka aylanganga bodring gajjaklari, mana gajjaklarni keltirsak bo'ladi va tikanga do'lana tikanni keltirsak bo'ladi. Yaxshilab e'tibor bering. Qulupnayning jingalagi, bodringning gajjaklari va do'lananing tikanlari bu shakli o'zgargan novda. Ana endi biz siz bilan hozir shakli o'zgargan bargni ko'rib o'tsak. Demak, barg ham shaklini o'zgartirib tikanga aylanishi mumkin. Qaysi o'simliklarda desak, bu kaktus, zirk, oq akatsiyada. Mana bu kaktusda hammamiz bilamiz. Aynan mana shu kaktusning tikanlari barg shakli o'zgarishidan hosil bo'lgan. Boya ko'rib o'tgan do'lananing tikani esa novdadan hosil bo'lgan.
Mana buning tikanlari mana bu o'simliklarni bargning shakli o'zgarishidan hosil bo'lyapti. Yoki mana bu yoqda jingalakka aylangan no'xat hamda loviyada. Demak, bularni bargi jingalakni hosil qilyapti. Boya biz ko'rganimiz qulupnayda jingalak bor edi, lekin qulupnayning jingalagi bu novdaning shakli o'zgarishidan. No'xat hamda loviyaning jingalagi esa bu bargning shakli o'zgarishidan hosil bo'lyapti. Va ba'zi bir o'simliklarda aynan barglari seret bo'ladi, o'zida demak organik moddalar to'playdi. Bu piyozbosh, karam hamda aloyda. Demak, aynan mana shu o'simliklar barglari seret bo'lib, o'zida zaxira oziq moddalar saqlar ekan. Demak, 19-paragraf mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.